propan qo'ydim, kilometri ko'paymayapti. Ya'ni chiqmayapti hisobi. Ustama usta yurib zerikildi. Bormagan ustamiz, ko'rsatmagan odamimiz qolmadi. Bu narsaga va nihoyat yechim topdik. Hozir ustani oxir o'zidan so'raymiz batafsil ma'lumotini. Nima sababdan hisob chiqmayapti o'sha propanimizda. Qani bo'lmasam videoni oxirigacha ko'ring, kommentariyada o'zingiz fikringizni albatta qoldiring. Har bitta kommentariyani o'qib chiqaman. Usta qolmang. Assalomu alaykum. Usta nima sababdan endi bizning mana shu kilometrimiz chiqmayapti? Metanni yechdik, o'rniga propan qo'ydik. Metanni yechib o'rniga propan qo'ygandan keyin probeglar chiqmasligi, kilometraj chiqmasligi asosiy bitta katta sababi boshida metanga moslangan programmada qolib ketadi. Shuni propanga qaytadan moslab qo'yilsa, kilometrlari ham chiroyli bo'lib chiqadi. Ha, demak, hamma yo'g'ida qilishgan programma o'sha eski nimada qolib ketgan. Metannikida qolib ketgan. Metanda qolib ketadi, ha. Siz endi o'sha programmani propanga moslab beryapsiz. Propanga moslayapmiz. Xudo xolasa, mashinani tortishlari ham, rasxodlari ham ancha pasayib, ha. Mashina tortishi ham, rasxodlari ham o'zgaradi. Joyiga kelib qoladi ancha. Xo'p, joyiga keladi. Endi qarang, hozir mana bundan metanni yechib propanni o'rnatyapmiz. Propanni nima, qanaqangi zapchastlarni qo'yib beryapmiz. Ustanovkasi boshlangan mana propanniki. Bu hozir nima deydi buni? Injektor. Injektorni injig'idan qo'yapsiz. Injig'idan. Tozasidan. Tozasidan. Polshanikidan qo'yib beryapsizlar, a? Undan tashqari reduktorlar italyanskiy qo'yib berishyapti. Shlanglar Fagumit ekan, Polshaniki original hammasi. Polshani original shlangilari Fagumit deyapti. Bu hidi chiqmaydiganidan bo'ladimi? Hidi chiqmaydi, hidi umuman chiqmaydigan. Miyasi Polshaniki. bu ham Polshaniki. Bu ham yaxshisidan, ha? Xudo xolasa. Bu hozir bilishimcha bu mashinaga anaqa fullari qo'yilyaptimi? Qanaqasi qo'yilyapti unga? Eng tozasi qo'yilyapti. Eng tozalari qo'yilyapti. Eng fulli, ha? Eng fulli qo'yilyapti. Aha, bo'ldi. Original garantiyali. 1 yil garantiyasi bor. Zapchastlarga 1 yil garantiya bor. Zapchastlarga 1 yil garantiya bor ekan. Narxlar o'zi qanchadan boshlanadi? Misol, aytaylikki, mana zapchast boshqa Xitoymi yo bunisi Xitoy bo'lsa, yengilroq bo'ladimi? Yengilroq bo'ladi. Qanchadan boshlanadi? 2,5 milliondan 4,5 milliongacha boshlanadi. 2,5 milliondan 4,5 milliongacha, ha? Nexia 3larga. Nexia 3 Gentra Cobalt shunaqa. Nexia 3 Gentra Cobaltlarga shunaqda, ha? Xudo xolasa o'zlari kelsa, bir qator zapchastni ko'rsatasizlar, u misol qo'ydirishdan oldin u rasmga olibmi yoki baribir bizda hali o'zbekchilik o'zining tanish ustasi bo'ladi, unga ham ko'rsatishga ruxsat bormi? Mana shunaqa zapchastlarni qo'ydirmoqchiman, mana shu mashinamga minchaga tushyapti deb bemalol surishtirib, ha? Kelishaveradi. Bu balonni nechtaligini qo'yyapsiz, zapravkasini qatga qilib beryapsiz. Endi sizga nima sababdan kelib, imенно sizda o'rnatish kerak metanni? Propanni. Bu nechtalik balon? Qatdiki? 42 talik Belarusskiy balon. Ha, Belarusskiy 42 talik balon, ha? Buni zapravkasi qayerda bo'ladi? Zapravkasi mashina bo'ladimi? Ha, benzin bakka qo'yib beramiz. Benzin zapravka qiladigan joy. Euro zapravkani qo'yib beramiz. Qarang, mana shu Nexia 3 ga yoki Cobalt qanaqa mashina bo'lsa ham propan ustanovka qilaman deganlarga narx qanchadan boshlanadi? Nexia 3 Gentra Cobalt mashinalarimizga narxini 2,5 milliondan 3,8 minggacha qo'yib beramiz. Pastda raqamlar qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqyapman yoki shu narsani misol kilometri chiqmayaptimi, propan o'rnatyapman. Mana shu raqamlarni shunday o'sha do'stingizga jo'natib qo'ying. Mana shu ustakani nomeri aloqaga chiqsa, ishlaringiz zo'r qilib bitirib beradi. Kilometraji ham joyiga tushar ekan. Tortishlari ham zo'r bo'ladi deyishyapti. Qaranglar do'stlar, shunaqangi muammo kimda bo'lsa, ya'ni o'sha propanida hisobi chiqmayotgan bo'lsa, pastda raqamlar turibdi. Shu raqamlarni bo'lishib qo'ysangiz o'sha o'rtog'ingiz bilan shu narsani yechimini topishni desalaring, menimcha manfaatli bo'ladi. Endi manzilimizga keladigan bo'lsak, Farg'onadan kelayotganingizda Marg'ilon tomonga qarab, Marg'ilon City qurilyapti-ku, mana oxirgi bino, bitmagan binoni ro'parasida mana Stack Service bemalol kelib xizmatlarini zo'r qilib bitirib berishadi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.